Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensionerlar nimalarni qilishi taqiqlanadi. Qaysi holatda pensiya to'xtatilishi, ortiqcha olingan pul qaytarib undirilishi yoki hatto javobgarlik masalasi chiqishi mumkin. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga, bank kartasidan foydalanayotgan yaqinlariga bevosita tegishli. Chunki ko'pchilik pensiya menga tayinlangan, xohlaganimcha olaveraman deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda vaqtida xabar bermaslik ham katta muammoga olib keladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men oddiy tilda aniq misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qaysi hujjatlarni tayyorlash kerakligini tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarni ortiqcha qarz, jarima va yugurlardan saqlab qoladi. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'ramanki, pensionerlar orasida eng katta xato bitta. Pensiya masalasini faqat pul tushdimi yoki yo'qmi deb tushunishadi. Lekin pensiya bu shunchaki bank kartasiga tushadigan pul emas. Pensiya davlat tomonidan belgilangan shartlar asosida to'lanadigan ijtimoiy ta'minot turidir. Demak, bu pulni olish uchun pensionerning ma'lum huquqlari bor, shu bilan birga majburiyatlari ham bor. Oldin ko'p ishlar qog'ozda yuritilar edi. Masalan, pensioner boshqa hududga ko'chsa, hujjatlar vaqtida yetib bormasa, ayrim ma'lumotlar kechikib kiritilardi. Kimdir ishga kirganini yashirardi. Kimdir chet elga uzoq muddatga ketganini aytmasdi. Kimdir vafot etagan qarindoshining kartasidan yana bir necha oy pul yechib yurardi. Bunday holatlar ba'zida yillar davomida aniqlamasligi ham mumkin edi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari, banklar, soliq organlari, fadiyya, migratsiya, bandlik va pensiya tizimlari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. Bu nimani anglatadi? Agar pensioner vafot etsa, ishga kirsa, yashash joyini o'zgartirsa, chet elga uzoq muddatga chiqsa yoki hujjatlarda nomuvofiqlik bo'lsa, bu ma'lumot ertami kechmi tizimda ko'rinadi. Shunda pensiya to'xtatilishi, qayta hisoblanishi yoki ortiqcha to'langan summa qaytarib undirilishi mumkin. Bu yerda eng muhim gap, barcha pensiyalarga taqiqlanadigan asosiy narsa bu yolg'on ma'lumot berish, muhim o'zgarishlarni yashirish. Boshqa odam nomidagi pensiyani noqonuniy olish va ortiqcha to'langan pulni bilib turib ishlatishdir. Bu har qanday pensioner uchun xavfli. Birinchi navbatda men pensionerlarga shuni aytaman. Agar siz pensiyangizni qonuniy olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'zgarishlar bo'lsa vaqtida xabar bersangiz, qo'rqadigan joyingiz yo'q. Davlat pensionerni jazolash uchun emas, qonunsiz to'lovlarni to'xtatish uchun nazorat qiladi. Birinchi holat pensioner vafot etgandan keyin uning kartasidan pul yechish. Bu eng ko'p uchraydigan va eng xavfli holatlardan biri. Masalan, otaxon 12 mart kuni vafot etdi. Lekin pensiya kartasi o'g'lida qolgan. Aprel oyida yana pensiya tushdi. O'g'li baribir otamning puli edi. Dafn marosimiga xarajat qildik deb 1 million 200 ming so'mni yechib oldi. May oyida yana pul tushsa, uni ham ishlatdi. Keyin tizimda vafot holati qayd etiladi va pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan summani qaytarishni talab qiladi. Agar bu pul ataylab bilib turib olingani aniqlansa, masala faqat qaytarish bilan tugamasligi ham mumkin. Bu yerda odamlar ko'p adashadi. Otamning pensiyasi edi, men farzandiman, olishga haqqim bor deyishadi. Yo'q, pensioner vafot etganidan keyingi davr uchun to'langan pensiyasi uning shaxsiy yashash ehtiyoji uchun emas. Tizimdagi kechikish sabab tushgan ortiqcha to'lov bo'lishi mumkin. Dafn puli, meros, qarzdorlik, omonat kabi masalalar boshqa tartibda hal qilinadi. Bank kartasidan PIN kod bilan pul yechish esa avtomatik ravishda qonuniy meros olish degani emas. Ikkinchi holat chet elga uzoq muddatga ketdi. Bu haqda xabar bermaslik. Misol uchun, bir onaxon farzandlarinikiga Rossiyaga yoki Turkiyaga ketdi. Men baribir O'zbekiston fuqarosiman, pensiyam tushaveradi deb o'yladi. Agar u vaqtincha mehmon bo'lib ketgan bo'lsa, hujjatlari joyida bo'lsa, masala alohida ko'riladi. Lekin doimiy yashash uchun ketgan, ro'yxatdan chiqqan yoki pensionerning yashash holati o'zgargan bo'lsa, pensiya to'loviga ta'sir qiladigan shartlar paydo bo'lishi mumkin. Ayrim pensiya turlarida, ayniqsa nafaqa va ijtimoiy to'lovlarda yashash joyi, ro'yxat doimiy istiqomat muhim ahamiyatga ega. Uchinchi holat, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan shaxs tibbiy ko'rik, qayta tekshiruv muddatini o'tkazib yuborishi. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha to'lov oladi. Tibbiy xulosa 1 yilga berilgan. U muddat tugaganidan keyin qayta ko'rikdan o'tishi kerak.
lekin baribir kasalligim bor-ku deb bormadi. Natijada tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi va to'lov to'xtashi mumkin. Keyin fuqaro bir necha oy pul olmay qoladi. Qayta hujjat topshiradi, yuguradi. Ba'zi holatda to'lov orqaga qayta tiklanishi mumkin. Ba'zi holatda esa muddat va sabablar tekshiriladi. Shuning uchun tibbiy ko'rik sanasini unutish pensioner uchun juda katta xato. 4-holat o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida o'qish yosh, nikoh yoki ish holatini yashirish. Misol uchun 19 yoshli talaba o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Chunki u kunduzgi ta'limda o'qiydi. Keyin u o'qishni tashlab ishga kiradi, lekin pensiya davom etadi. Bu holatda davlat nima uchun o'zgarish xabar qilinmadi deb so'rashi mumkin. Yana bir misol, bola ma'lum yoshga yetganda to'lov shartlari o'zgaradi. Agar oila buni bilmay, pulni ishlatishda davom etsa, keyin ortiqcha to'lovni qaytarish majburiyati chiqadi. 5-holat, ikki joydan bir xil asosda to'lov olishga urinish. Ayrim fuqarolar bir vaqtning o'zida bir necha turdagi pensiya yoki nafaqaga da'vo qiladi. Masalan, yoshga doir pensiya ham, nogironlik pensiyasi ham, boshqa ijtimoiy nafaqa ham. Qonunchilikda ayrim hollarda tanlash tartibi bo'lishi mumkin. Fuqaro o'zi uchun manfaatli bo'lgan bittasini tanlaydi. Biroq bir xil davr uchun noqonuniy ikki to'lov olish mumkin emas. Tushib turibdi-ku degan bahona keyin yordam bermaydi. 6-holat, bank kartasini boshqa odamga berib qo'yish. Men bu yerda farzandlar yordam bermasin demayapman. Albatta keksalarimiz ba'zan bankomatdan pul yetishini bilmaydi. Sog'lig'i imkon beradi, farzandi yordam beradi. Lekin kartani to'liq boshqa odam nazoratiga berib qo'yish. PIN kodni aytish, notanish odamga ishonish juda xavfli. Pensioner puldan ayrilib qolishi mumkin. Eng achinarlisi, keyin bank ham, davlat idorasi ham PIN kod o'zingizda bo'lishi kerak edi deydi. Shuning uchun barcha pensionerlarga taqiqlanadigan amaliy xatti-harakatlardan biri pensiya kartasini begonalarga berish, PIN kodni aytish, telefon orqali kelgan kodni aytish. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, kartangiz o'zingizda bo'lsa, vafot, ko'chish, ish, nogironlik muddati kabi o'zgarishlar sizga tegishli bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Lekin baribir hujjatlarni tartibda saqlash, telefon raqamingiz va manzilingiz yangilanganini tekshirish foydali. Birinchi nozik jihat. Pensioner ishlasa bo'ladimi yoki taqiqlanadimi? Ko'pchilik hali ham pensioner ishga kirsa, pensiyasi kesiladi deb qo'rqadi. Amaldagi tartiblar yillar davomida o'zgargan. Ko'p holatda ishlayotgan pensionerlar ham pensiyasini olishi mumkin. Lekin bu hamma turdagi to'lovlar uchun bir xil degani emas. Yoshga doir pensiya bilan nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki ijtimoiy nafaqalar shartlari farq qilishi mumkin. Shuning uchun ishga kirishdan oldin yoki kirgandan keyin pensiya jamg'armasi bo'limidan aynan sizning to'lov turiga ta'sir qiladimi, yo'qmi? Yozma yoki rasmiy tushuntirish olish yaxshi. Masalan, 13 yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlay boshlaydi. Uning holatida pensiyani to'liq olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin 20 yoshli o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talaba o'qishni tashlab doimiy ishga kirsa, to'lov shartlari o'zgarishi mumkin. Ikkala holatni bir xil baholash xato. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov har doim pensioner aybdor degani emas. Ba'zan tizim xatosi bo'ladi, idora ma'lumotni kech oladi, bank to'lovi kech yopiladi. Lekin muammo shundaki, ortiqcha pul sizning hisobingizga tushgan bo'lsa va u qonuniy asosga ega bo'lmasa, qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Shuning uchun men aybdor emasman, demak qaytarmayman deyish har doim ham to'g'ri yo'l emas. To'g'ri yo'l. Hisob kitobni talab qilish, qaysi oy uchun, qaysi asosda qancha ortiqcha to'langanini yozma ravishda so'rash. 3-nozik jihat, ishonchnoma orqali pensiya olish. Agar pensioner yura olmasa, kasal bo'lsa, uzoqda bo'lsa, qonuniy tartibda ishonchnoma rasmiylashtirib, boshqa shaxs orqali pensiya olish mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ishonchnoma muddati, uning haqiqiyligi, pensionerning tirikligi va roziligi muhim. Ishonchnoma bor ekan deb pensioner vafotdan keyin ham pul olish mumkin emas. Ishonchnoma pensioner hayotligi va huquqiy layoqati doirasida ishlaydi. 4-nozik jihat, hujjatdagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari farqi. Masalan, mehnat daftarchasida Abdullayeva deb yozilgan, pasportda Abdullayeva deb turibdi. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1929 yil, boshqasida 1960 yil. Bunday kichik ko'ringan
Farqlar pensiya hisoblashda muammo tug'diradi. Pensiya tayinlangan bo'lsa ham keyin tekshiruvda savol paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa staj ish haqi, arxi ma'lumotlari bo'yicha hujjatlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. 5-chi nozik jihat. Pensiya miqdorini oshiradigan hujjatlarni yashirib qo'yish ham zarar. Ba'zi pensionerlar endi pensiyaga chiqdim, tamom deb o'ylaydi. Lekin keyin qo'shimcha ish staji, arxidan maosh ma'lumoti, mukofot, imtiyozli davr, harbiy xizmat, bola parvarishi bilan bog'liq hujjat topilishi mumkin. Bular pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Bu taqiqlangan emas, aksincha o'z huquqingizni talab qilish kerak. Ammo hujjatni soxtalashtirish qat'iyan taqiqlanadi. Bir oylik pensiyani oshiraman deb soxta staj yoki soxta maosh ma'lumotnomasi topshirish keyinchalik juda katta muammoga olib keladi. 6-chi nozik jihat: SMS, qo'ng'iroq va firibgarlar. Hozir pensionerlarning kartasi firibgarlar uchun nishon bo'lib qolgan. Ular pensiya jamg'armasidanmiz, kartangiz bloklanadi, qo'shimcha pul tushiramiz, kompensatsiya bor deb qo'ng'iroq qiladi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport rasmi so'raydi. Men aniq aytaman, hech bir rasmiy idora sizdan telefon orqali SMS kodini so'ramaydi. SMS kodni aytish taqiqlanadi. Chunki bu pulingizni o'zingiz topshirganingiz bilan teng bo'lib qoladi. 7-chi nozik jihat: pensionerning farzandlari biz boshqaramiz deb uning pulini o'z manfaatiga ishlatishi. Agar pensionerning o'zi rozilik bermagan bo'lsa, uning pensiyasi uning shaxsiy mablag'i hisoblanadi. Farzand bo'lish avtomatik ravishda bu pulni xohlagancha ishlatish huquqini bermaydi. Agar ona yoki ota yoshi katta bo'lsa, pulini nazorat qila olmasa, bunday vaziyatda qonuniy vasiylik, homiylik, ishonchnoma kabi tartiblar bor. Lekin shunchaki kartani olib qo'yib, pensionerga bermaslik axloqan ham, huquqan ham noto'g'ri. Amaliy maslahatlar. Nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat yig'ish kerak? Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, mana shu qadamlarni bajaring. Birinchi qadam: pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Chunki har birining sharti farq qiladi. Buni bilish uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlarni tekshiring yoki mahalladagi ijtimoiy xodimlardan yo'l yo'riq so'rang. Ikkinchi qadam: hujjatlaringizni bir papkaga yig'ing. Pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, bank karta ma'lumotlari, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari. Nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nikoh yoki tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar kerak bo'lishi mumkin. Har bir hujjatning asli va nusxasini alohida saqlang. 3-qadam: o'zgarish bo'lsa, kutib o'tirmang. Manzil o'zgarsa, chet elga uzoq muddatga chiqilsa, ishga kirilsa, o'qish to'xtasa, nogironlik muddati tugasa, pensioner vafot etsa, bu haqda tegishli idoraga xabar bering. Eng yaxshisi og'zaki aytib ketish bilan cheklanmaslik. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, pasport ma'lumoti, pensiya turi, telefon raqam, o'zgarish sanasi va mazmunini ko'rsating. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi, ro'yxat raqami yoki elektron tasdiqni saqlang. 4-qadam: ortiqcha to'lov haqida xat kelsa, darhol vahima qilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Pensiya jamg'armasidan qaysi davr uchun qancha summa, qaysi asosda ortiqcha to'langanini yozma hisob-kitob qilib berishni so'rang. Masalan, 2024 yil aprel oyidan 2024 yil iyun oyigacha jami 3.600.000 so'm ortiqcha to'lov aniqlangan deyilsa, nima sababdan aynan shu oylar olinganini tekshiring. Agar rozi bo'lsangiz, qaytarish tartibi haqida kelishasiz. Agar rozi bo'lmasangiz, e'tiroz arizasi berasiz. 5-qadam: bank kartangiz xavfsizligini ta'minlang. PIN kodni hech kimga aytmang. SMS kodni hech qachon aytmang. Kartaning orqa old rasmini Telegram orqali yubormang. Agar karta yo'qolsa, darhol bankka qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa, hamma pul yechimini pensionerning roziligi bilan qiling. Katta summalarni yechganda chekni saqlang. 6-qadam: nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik to'lovlarida muddatlarni kalendarga yozib qo'ying. Tibbiy ko'rik sanasi, o'qish ma'lumotnomasi topshiriladigan sana, hujjat yangilanadigan muddatni unutmaslik kerak. Bitta kun kechikish ham ba'zida bir necha oy muammoga sabab bo'ladi.
7-chi qadam. Agar pensioner vafot etsa, karta bilan hech qanday harakat qilmang. Avvalo fidya orqali vafot qayd etiladi. Keyin bank va pensiya jamg'armasi bilan bog'laning. Dafn nafaqasi yoki boshqa qonuniy to'lovlar bo'lsa, ularni alohida tartibda rasmiylashtiring. Kartadagi pul meros masalasiga kirsa, notarius orqali qonuniy yo'l bilan hal qiling. Hozir yechib olay, keyin ko'ramiz degan harakat keyinchalik oilaga ortiqcha tashvish olib keladi. 8-qadam, har qanday shubhali holatda yozma javob oling. Telefon orqali aytilgan gap ertaga isbot bo'lmaydi. Menga bir xodim shunday degan edi degan gap ko'p hollarda yordam bermaydi. Shuning uchun ariza, javob xati, elektron murojaat raqami, bank cheki, ma'lumotnoma nusxasi sizni himoya qiladi. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shuki, pensionerlarga pensiya olish taqiqlanmaydi. Albatta. Taqiqlanadigan narsa boshqa: yolg'on ma'lumot berish, muhim o'zgarishni yashirish, vafot etgan odam nomidan pul yechish, soxta hujjat topshirish, SMS kod va kartani begonalarga berish, qonuniy asos bo'lmagan pulni bilib turib ishlatish. Agar siz hamma narsani ochiq, vaqtida va hujjat bilan qilsangiz, pensiyangiz bo'yicha xavotirga o'rin yo'q. Lekin bilmagandim degan gap har doim ham javobgarlikdan qutqarmaydi. Shuning uchun men har bir pensionerga va ularning farzandlariga maslahat beraman. Hujjatlarni tekshiring, o'zgarishlarni yashirmang, kartani ehtiyot qiling. Shubhali xat yoki qo'ng'iroq bo'lsa, rasmiy idoradan aniqlashtiring. Sizning oilangizda pensiya bo'yicha shunday muammo bo'lganmi? Ortiqcha to'lov, karta nogironlik muddati yoki ishga kirish masalasi savollaringiz bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Bu ma'lumot biror pensionerni katta xatodan saqlab qolishi mumkin.